Vitamin C. 7-o'ringa qo'yamiz. Immunitetni zo'r ko'tarib beradi, organizmni yaxshi tiklaydi. Har bir inson 1 yilda 2 marotaba kurs qilib iste'mol qilinishi tavsiya etiladi. Magniy. Magniy 4-o'ringa qo'yamiz. Inson uchun foydali jihatlari juda ham ko'p. Shundan 4 ta eng muhimlari: asablarni tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi, mushaklar tortishini oldini oladi, kundalik charchoq, stresslardan so'ng organizmni eng zo'r tiklaydigan vosita. Omega 3 6 9 formasi. 9-o'ringa qo'yamiz. O'zbekiston sharoitida unchalik yaxshi ishlamaydi. Shundoq ham foydali yog'larni juda ham ko'p iste'mol qilamiz. Eslatib o'taman, kimga organizmiga qo'shimcha yog'lar kerak bo'lsa, olib ichishni tavsiya etamiz. Kollagenlar. 6-o'ringa qo'yamiz. 30 yoshdan keyin organizm kollagen ishlab chiqarishda sekinlashadi. Kollagen sustavlarni rivojlantirish uchun, teri, tirnoq va sochni baquvvat qilish uchun, bo'g'inlardagi jarohatlarni tiklashda va bo'g'inni kuchaytirishda eng kerakli bo'lgan vosita. Eslatib o'taman, kollagenni albatta vitamin C bilan iste'mol qiling. Omega 3. 3-o'rin bosh miya uchun eng kerakli bo'lgan yog' vositasi. Organizmni va aynan yurakni yaxshi tiklab beradi. Ma'lumot uchun eslatib o'taman, so'nggi tadqiqotlarga qaraganda omega 3 iste'mol qilib yurgan odamlar 70% ga kamroq yurak ishemiya kasalliklariga chalingan. Multivitaminlar. 8-o'ringa qo'yamiz. Albatta har bir inson 1 yilda kamida 1 marta multivitamin kursini olib yursa, maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Albatta, sportsmenlar bundan mustasno. Sababi ular uzoq muddatda multivitamin iste'mol qilib yurishga majburlar. Ashwagandha. 5-o'rin. Ashwagandha kundalik stresslardan so'ng organizmni, asabni yaxshi maksimal tiklab beradigan, uyqu sifatini oshiradigan va o'shani hisobiga testosteronni moshni qilib ko'tarib beradigan adaptogen tabiiy o'simliklardan olingan qo'shimcha. Zima. 10-o'ringa qo'yamiz. Sababi sink, magniy, B6 juda ham kam miqdorda qo'shilib kollaboratsiya qilingan. Albatta bu miqdor sportsmen organizmida portlab ishlab bera olmaydi. Koenzim. 2-o'ringa qo'yaman, chunki yurak har bir inson uchun kerakli motor bo'lgani uchun doimiy og'ir sport bilan shug'ullanadigan sportchilar koenzimni iste'mol qilib yurishlari kerak. Albatta bunga vrach tavsiyasi shart emas. Yurakni yaxshi qayta tiklab beradi. 1-o'ringa D3 yoki zink. Juda ham sporniy masala, chunki ikkalasi ham eng kerakli bo'lgan vitaminlar. D3 kunlik energiyangizni oshirishga yordam beradi, suyaklarga kalsiy yetkazib beradi, immun sistemangizni ko'taradi, aynan sink bilan birga testosteronni ko'tarishga yordam beradi. Sinkni ham kerak bo'lsa, o'nlab, yuzlab organizmga foydali jihatlari ko'p. Menga qolsa albatta shu ikkalasini 1-o'ringa qo'yaman. Siz qanaqa fikrdasiz? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring.